narsa emas, okey, $40,000 apparatni hosilligi men mana shu 3 ta yilni natijalarini birgalikda qilamiz, ko'rsatib beraman. Biz laboratoriyaga keldik. Men laboratoriyani har doimgidagi Agrosamix, ya'ni O'zbekistondagi yirik vitamin va kombikor ishlab chiqaruvchi korxonada qildiraman. Chunki bu yoq 100% ishonchli deb men o'zim uchun bilaman. Keldim yana oldingizga. 3 ta yil olib keldim. Paxta shirot, rapis shirot, semichka shirot. Faqat endi bu safar xalqimizga живой ko'rsatib bermoqchiman hozir. Siz bilan birga obunachilarimizga, mijozlarimizga shu mashinalarni laboratoriyada qilib berasiz. Necha protein beradi, yana necha yog'dorlik beradi, shu narsalarni ko'rsatib bermoqchiman. Mayli, olamiz. Boshlaymiz paxta shirotimizdan boshlaylik bo'lmasa. Mayli. Bir xil narsa hosil bo'lish uchun, masalan, kelgan mahsulotimizni aralashgan holatda keyin solinadi. Chunki hamma massasi har xil bo'ladi kelgan mahsulot. 100 gram qilib tekshiriladi. Da, 100 gram. 100 gram uzoq bilan 150. Masalan, rapsoviy shirotni 8000 оборотda tekshiramiz. Agar semichkani tekshirsak, 10000 оборотda tekshiriladi. O'zini har birini обороти bor. Hozir buni biz 8000 оборотda tekshiramiz. Hozir paxta shirot, Qozog'iston paxta shirotimizning laboratoriyasini quramiz. Brokerga qo'yib tekshirishni boshlaymiz. Hop, brokerimizga qo'yildi. Endi kompyuterimizdan natijalar chiqadi. Paxta shirotimiz natijalari chiqdi. Mana xudo xolos necha foiz beribdi? 42 13% beribdi proteinimizni.